Assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz Wikipedia'da akkaunt, ya'ni hisob beti yaratuvni o'rganamiz. Brauzerimizga kirib, saytning ati yoziladigan maydonga kaa no'xat Wikipedia no'xat org siltamasini yozib, enter tugmasini bosamiz. Bu bizlarda Qoraqalpoqcha Wikipedia joybarining bas betini olib o'tadi. Bu betning yuqorgi o'ng meshinde akkaunt yaratuv ham kiruv buyruq tugmalari bor. Bizga keragi akkaunt yaratuv bo'lgani uchun uning üstüne basamiz. Bizga hisob betini yaratuv maydonchasi ochildi. O'sha yerda foydalanuvchi atini saylab kirgizamiz. Foydalanuvchi atini saylaganda ayrim narsalarga e'tibor berish kerak. Misol uchun, agar foydalanuvchi anonim qoluvdi qalasa, laqab saylab soni kirgizish mumkin. Yamasa o'zining shim atini kirgizish mumkin. Yana bir narsa, foydalanuvchi atini saylagan vaqtda jamiyatlik normalarga to'g'ri kelmaydigan ayrim uyatli so'zlarni, ayrim terminlarni qo'llanu qadag'an etiladi. Shartli ravishda to'lanishi so'zining foydalanuvchi ati sifatida foydalanamiz. Yashirin so'z, ya'ni parolni kirgizamiz. Elektron adresni kirgizuv shart emas. Ham eng sonunda captcha, ya'ni xavfsizlik tekstini terib kirgizamiz. Hisob betini yaratuv buyrug'ini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, salimnoma beti ochildi. Welcome to'lanishi deb atiribdi, ya'ni bizga hoş geldiniz deb atiribdi. Shu yerda qo'shimcha sozlovlar bor, biroq bu narsa uncha ahamiyatga ega bo'lganligi sabab finish tugmasini bosamiz, ham bas betga qaytamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, betning yuqorgi o'ng jag'ida to'lanishi siltamasi paydo bo'ldi. Bu sizning jeki hisob betingizga siltama. Shu yerda yana bir narsani aytib o'tib kerak. Qoraqalpoqcha Wikipedia'da yaratilgan hisob betingiz bilan siz Wikipedia'ning boshqa til bo'limlarida de redaktorlov жұмыстарын olib borishingiz mumkin. Qo'shimcha turda Wikipedia'ga qanalas bo'lgan wiki qo'yma, wiki so'zlik kabi joybarlarda da o'sha hisob betingizni foydalanib redaktorlov жұмыстарын olib borishingiz mumkin. Xush qolinglar.